Ura, ishoninglar, shunaqangi hozir xursand bo'lib ketyapman, chunki mani obunachilarim soni 1000 ta bo'lishiga qaramasdan men birinchi reklamamni oldim. Shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Shunaqangi 4 manga jo'natishibdi. Hozir endi buni sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Hali ochganim yo'q, ishoninglar, xursandchiligim o'zimga sig'mayapti. Qani bo'lmasam, ketdik. Voy, buni chiroyliligini. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli qilib jo'natishibdi. Bu shag'amchasi va ustiga shunaqangi tabriklarini ham yozib jo'natishibdi. Rahmat kattakon. Hozir endi birga ochamiz. Qani ko'ramiz qanaqa ekan. Bu kechagi bayram munosabati bilan hozir biz xo'jayinim bilan aylanishga ketyapmiz. Kecha hammamizning ishimiz bor edi, shu sababli aylana olmadik. Voy, buni shirinligini. Buni qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Bu albatta 2 kishilik bento tort. Buni endi uydagilar bilan yeb ko'ramiz. Shunaqangi shirin tortlarni sovg'a qilib, kimlarnidir xursand qilginglar kelsa, shu profiliga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xohlagan nachinka va xohlagan bezaklaringiz bilan albatta qilib beradilar. Rahmat kattakon, juda ham xursand bo'ldim.